Mana spiskalar tayyor bo'ldi. 14 million 300 ming so'mlik bo'libdi. To'lovini qilsanglar, dastavka qilib chiqarib yuboramiz. Usta, 2 kunda chiqarib yuboramiz. Tanishingiz ekan-ku, ayting. Ha bo'ldi, menga yozib qo'yaver. Ishimiz to'xtab qolmasa men javob. Usta, akamizni tanimayman. Sizni nomingizga yozib beraman bo'lmasam. Ha bo'ldi, beraman. Aka, 2 kunda bo'lamiz. Ha, hijolat olmang, 2 kunda chiqarib yuboramiz. Ha bo'ldi, 2 kunga deb qo'ydingda, men hijolat olib qolmayman. Bo'ldi. Usta, o'sha spiskaga 20 million bo'ldi. Akamiz 4 million beryapti. Qolgan 16 millionini chiqarib yuborasizlarmi? Nima qilamiz aka? Usta, tanishingiz ekan-ku, yozdirib qo'yavering. Bitta joydagi odam ekanmiz. Ha bo'ldi, menga yozib qo'yaver. Buni ham sizga yozib beraman usta. Ammo o'zi daftarda ko'payib ketyapti nomingiz. Ha bo'ldi, chiqarib yuboramiz deyapti. Bo'ldi, ijolat olamiz. Usta, velida qolibsiz-ku? Ha, do'konlardan klientlarga tovarni men javob deb olib, shu mashinani ham sotib o'zim to'ladim-da. Velida ehtiyot qiling. Buni ham sotib to'lavermang yana. Ha, veligam o'zimniki emas, shogirdniki. Men hech narsam qolmadi-ku.